Umidjon ukamizda yana bitta yangilik. Kapalak nomli stul. Aka, stolimga, ishimga ham, narxiga ham, sifatiga har tomonlama javob beraman deyapti. O'zbekistonda bunaqa narxda topa olmaysiz. Topsangiz, shu narxdan yana tushib beramiz deyapti va undan tashqari 4 talik, mana bunaqa 6 taliklari ham bor. Bu turetskiy fason deyiladi. Narxlari ham juda arzon. Xudo xolasa birinchi qo'l optim joydaligi uchun narxlarni ham chiroyli kelishtirib beriladi. Dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab kelishgan holatda yetkazib beriladi. Bundan tashqari 4 taligi, 6 talik, qisqacha aytganda barcha qanaqangi stul kerak bo'lsa, hammasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, o'z fikringizni kommentariy yozib qoldiring. Biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamiterin qishlog'idamiz. Boshni mana shu stuldan boshladik. Birinchi bo'lib sababi bu stuldan boshlashimning sababi joy tanlama stul ekan. Xohlasangiz lavashxonalar, kafelarga, xohlagan marojnoxona desam endi jaydariq aytganda istalgan joyga tushadigan joy tanlama stul. Buni nomini kapalak deyishdi. Umidjon ukamiz yangilik kiritibdi bu stullarning ichiga. Shuning uchun birinchi bo'lib mana shu yangilikdan sizlar bilan ulashib o'tamiz. Qanaqa detallar ishlatilgan va asosiysi narxi. Ha, to'g'rimi? Va metrlarigacha aytib o'tasiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Assalomu alaykum, aziz ekan. Va alaykum assalom. Umidjon, charchamayapsizmi har? Ha, rahmat, o'zingizdan yaxshimisizlar? Bo'ldi. Ko'rsataylik. Mazah qilsin, ko'rsin, narxlarni ma'qulsiz zakaz qilsin. Bu stolimiz kapalak stul. Bu endi chiqardik buni. Yangilik. Yangilik bu, ha. Bo'ldi. Bunimiz razmeri 120 aka. 120. Bunisi xona 80 ga 120 buniki. Kraskalari ko'chmaydigan kraska, matviy kraska, parashkoy, qora kraska. Buni fast foodga ko'proq. Fast food taomlarga. Restoran fast food. Usti yopiq bo'lsa bo'ldi, joy tanlanmas. To'g'rimi? O'rnashib ketaveradi qolgan joyga. O'rnashib ketaveradi. Mana bu osti qismlariga nima qo'ygansiz? O'ta yumshoq ekan. Bu parolonda bunga. Parolon qo'yiladi. Parolon. Yonlarda ham bormi bu narsa? Ha, parolon bo'ladi. Bu yonlari ham bo'ladi, bunda ham bo'ladi. Nechilik stena ishlatilgan? 0.85 profil. Profil, 0.85. 2 profil. 3 kishi sig'adimi hozir bunga, 2 kishilikmi? 3 kishi sig'adi-yu, lekin 2 kishilik. Hali 120 kilo odamni ikkita o'tiradi-da. Bizda qilib 3 ta o'tiradi. Bizda qilib 3 ta o'tiradi. Yirik odamlardan 2 kishi bemalol sig'adi ekan. Buni hozir siz qo'lingizda narichi faqat shu 4 kishilik ekanda, 4 talik. Nechtalikka qilib bera olasiz? Zakaz bersa ko'proq bo'lsa 3 kishilik qilib beramiz. 3 kishilik. Bir tomonga 3 kishi. Aha. Bu tomonga 3 kishi. Xiyroq bo'lgani uchun 2 kishilik qilyapmiz. Ha, hozirda. Mayli, shu holatiga mana shu turishi narxi qancha? Bu turishi aka, endi sizlar obunachilarga aka $250 qilib beramiz. Dollarda gapiramiz, $250 qilib beramiz. Biz so'mga pichib qo'ysak aka, bu laminat oshyapti. Temir oshyapti. Temir oshyapti, material gubka. Shunaqa narsalar oshgani uchun biz so'mda qotib qolyapti pulimiz. Biz foydamiz azayib ketyapti. Tushunarli. Dollarga bitsa. Demak bo'ldi, har safar hamma sturlarda so'mda aytardik. Bizni chet ellarda ham masalan kuzatishadi, qo'shni davlatlar. Dollarda desak, menimcha hammaga tushunarli bo'ladi. Gap yo'q. So'mda ham savdo qilinadi, dollarda ham. Shuning uchun hozir dollarda aytildi. Qolganlarni ham imkon bo'lsa, bitta so'm qilmaylik, dollar qilmaylik, bir xil dollar aytib ketavering. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. Xo'p, bo'ladigan narxi. Dastavka qanaqa bo'ladi? $250 aka bunda sak. Vodiy bo'ylab, hardan bo'ylab besplatni o'zimiz olib beramiz. Vohaga bo'lsa 50 kellik, ob'yomga sotamiz o'zi. Vohaga bo'lsa 50 kellik, bo'lmasam kelishgan holatda qilib beramiz. Bo'ldi. Demak, xohlasa 10 ta, xohlasa bitta olish imkoniyati ham bor, donaga ham. Bor, ko'proq optimga bo'lsa, bizga hozir yoz qismida optim ko'proq zakaz tushadi. Bir komplektlar ola olmay qolishimiz mumkin, ulardan oldin uzr. Bitta yangiligimizni aytamiz. Bu turetskiy fason. Ha, bu turetskiy fasonimiz 12 taligimiz bu. Mehmonxonalarga oddiy bir kishi oladigan uy bor, masalan, o'zimizga o'xshaganlar mehmonxonaga oladi. 12 taligi, xolasa 12 talik, 14 talik, 18 talik ham ketaveradi. Tushunarli. Oldin 12 talik uncha qilmasdik. Hozir undan ham ko'proq qilib beramiz. O'zi adashmasam, mehmonxonalarga, masalan, uyga ham, boshqa mehmonxonalarga ham 12 talik standart razmer, standart 12 talik. To'g'rimi? Hozir buni ikkitasini bitta qilib 32 talik qilib qo'ysa bo'ladi. Endi 12 talik standart, shuning uchun 6 taligini ham, ya'ni 24 taligini qilib beraverasiz aka. Qilib beramiz. Xo'p, shuni narxi qancha buni? Aka, bunimizning narxi $550. $550. Ha, bunimizni plyus tomoni aka mana. Bu ikkiga bo'linaveradi-da bu. Mana. Alohida olsa ham bo'laveradi mana. Ha. To'xtab turing, men gullab qo'yaman. Gul o'rtaga qo'yilgan ekan. Gul qo'yildi. Ha, o'rtaga bo'lingan. Ha, bo'ldi mana. Bemalol buni 6 talik qilib ham
12 talik qilib ham ishlatsa bo'ladigan ekan-da. Ha, bir tomoni lekin qirrali bo'ladi. Ikki Bir tomon, ha. yopish uchun Buni ziyoni yo'q, to'g'rimi? ziyoni yo'q. Bemalol o'tirilaveradi. Xolasa bir tomonni devorga taqab qo'ysangiz, bir tomoni oysimon bo'lib qolaveradi. Xohlang aynan bu tomonini ham to'rtburchakka zakaz qilsangiz hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Zakaz qilib berilaveradimi? Qilib berilaveradi. Mana buni oyoq qismlari ham profildan setkali bo'ladi. Buni stenalari qanaqa endi? Hammasi 0.85 bo'ladi. 0.85. Bu ham o'sha parashkovoy kraskami? Bu parashkovoy kraska sepiladi. Buni ustidan yana bir sloy sepiladi-da. Uni ikkinchi Yaltirash sloy uchun, parashkovoy kraska bo'lmaydi, yaltirash uchun bo'ladi. Ha, tilla rangligi uchun ha. Chunki o'ta boshqacha, blisk beradigan chiroyli kraska sepilgan. Bir bosqich emas, ikki bosqichda sepiladigan kraska ekan bu. Narxi $550. 550 dollar. Qo'lga tegishi, xudo xolasa. Tegish, ha. Vodiy bo'lib besplatniy. Vodiy bo'ladi, dastavka besplatniy. Xo'p, bu yoqda endi 4 taliklarni ko'rsatamiz. Bu 8 taligimiz ham bor. Shu hozir ko'rgan Joylarda. turistik fasonmi bu? Ha, o'sha fason, buni 8 talik oyoq oddiyroq bo'ladi. Chunki 12 talik u kattaroq, baquvvatroq bo'lishi kerak. Ko'p narsa qo'yiladi ustiga. Buni 8 talik bunimiz. Bunimiz aka endi sizlarga $290 qilib beramiz. $290 qilib beriladi. Bo'ldi. Hozir hammasini bo'ladigan narxini aytib o'tib ketilyapti. Endi dastavkasini xudo xolasa telefon qilinib chiroyli kelishilaveradi. Vaziyatga qarab, joyingizga qarab, soniga qarab. Mana bu yashil aka bu. 4 talik. 4 talik bu. 80 ga 120 laminati buni. Buni oyoqlari simli bo'ladi. $175 sotiladi bu. Bunimiz. Rangini Bunimiz- qizig'i yo'qmi? Ha, bardo'y qizil bu. Bunimiz kraskasi tilla, buni xoni 80 ga 120 bo'ladi. Buni ham shu $175. Rangi farqi rol o'ynamaydi narxida. Bunimiz siniy. Qora emas, bu siniy material. $175 bu ham aka. 80 ga 120 laminat. Zo'r. O'ta yumshoq. $175 ga 4 ga 1. Bitta dona emas, 4 ga 1. Tushunarli. Mana shu turishida, komplekt holatda. Komplekt holat. Tushunarli. 4 taligi. Bu yoqda Joziba. Joziba 2023 dan beri adashmasam sotilyapti va Sotilyapti. yangilik bo'lib kirib kelgan. O'sha 2023 da yangilik qilishgan Umidjon ukamiz. Mana shu juda sotildi. Hozirgi kunda endi yangiliklar chiqdi. Bu Joziba narxi qanaqa? Bu jozibamiz 8 taligi $140 bo'lyapti hozir. Mana shu turishi $140. Ha. Yostiqlari bilan. Yostiqlar bilan $140. Bo'ldi. Vodiy bo'ylab bu ham dastavka bepulmi? Vodiy bo'ylab aka bir komplektga to'g'risi bo'lmaydi. Qoplamaydi. Ha. Xo'p. Vodiy bo'ylab 6 komplektdan ko'p olsin. Bir labo bo'ladi. Bir lab o'qsin, tekinga olib berasiz. Tekinga olib beramiz. Gap yo'q. $140. $140. Mana shu turishi zo'r. Bitta 80. oilaga bemalol sig'adi, maza qildiradigan. Buni ham ost qismlari paralonmi? Paralon bo'ladi. Paralon Buniki qilingan. bir qavat bo'ladi. Yostig'i bor. Zo'r, o'ta qulay. Buni kraskasi tilla bo'lmaydi, sarg'im tilla bo'ladi kraskasi. Parishkoy lekin ko'chmaydigan bo'ladi. Stena bir xil mahal narigilar bilan. Stenasi bir xil aka. Bo'ldi. Ozgina mehnat tomonidan kam bo'lgani uchun narx lekin anchagina arzon chiqayotgan. Bunisi 90 ga 180, 8 taligimiz. Razmerini aytib o'tyapsiz. Bo'ldi. Bunimiz 4 talik joziba. Mramil fasonda bu. Aha, Mirama fasonda bu. Hozir mana o'ynab turganiga e'tibor bermaysizlar, sababi bu qotirilmagan. Zakaz qilganda ost qismidan laboda boradi, borib turib keyin qotirib olinadi. Sabab hozir shu holatga qotirib qo'yadigan bo'lsa, joy egallaydi, to'g'rimi? Joy egallaydi. Bu 4 kishiligimiz. 4 Mirama kishilik. fasonda bo'ladi. Bunimizda sizlarga $80 qilib beramiz. $80 4 taliga mana shu holatda yostiqlari bilan bu ham, ha? Bo'ldi. Hop. Bunimiz 6 ga 1. 6 taligi. 6 taligi. Bu ham joziba. Bunimizni razmeri 90 ga 136 bo'ladi. 90 ga 136. Tushunarli. 6 taligi. 6 taliga. Aynan shu fasonda bu 4 taligi. Unimizni narxi qanchayi bunikichi? Bunisi $80. Bunisi ham $80. Bu ham 80? Farqi yo'q. Buchi 6 talik. Bunimizniki $110. $110 6 taligi. Nariga 4 aynan shuni 4 taligi 80. Nimaga so'rayib turganlar? Masalan, mana shuni o'zi bitta kerak deganlarga. Buni Yo'q, misol donaga aytilyapti. donaga so'rasa $38 dan qilib beramiz buni. Mana shu bir donasi $38 dan. Xo'p, nechta olganga dastavka qilib berasiz? Donaga aytyapsizmi endi? Donaga bo'lsa aka 10 to'sa qilib vodiy berasiz. bo'ylab 10 taga.
Vohaga bo'lsa 20 taga qilib beramiz. Bo'ldi. Mana shundan 10 ta olsangiz vodiyga dastlabki teppa tekin ekan, 20 ta olsangiz voha Toshkentlarga tekin ekan, ha? Bo'ldi. Sababi o'sha bitta labo yoki qanday Isuzu'ni arendani olib etishyapti. Keyin aka 6 kampilik degan odam bor-ku, mana 6 kampilik jozibaga vodiy bo'lib bizga besplatniy deyapmiz-a. Shuni Toshkentga ham qo'yamiz. Nimaga desangiz, Toshkent bilan vodiyni shopirlar bir xil narxda yuradi. Narx, ha? Tushunarli. Lekin vohaga o'tsa, u yoq ancha qimmat ketadi. Qimmat bo'lib ketadi. Akalar, opalar, men tushundilar deb umiddaman. Toshkent vodiyga mana shu aytib o'tilgan narsalar dastavkasi o'sha aytilgan sonidan olinsa, tasdiqqa bepul ekan. Qolgan vohalarga jinda ozgina ko'proq olasiz, yana kelishib ketilaveradi ekan. Asosiy optimga deb aytilgani birinchi qo'llik uchun, arzonlik uchun bemalol do'konchi, tadbirkor akalarimiz, opalarimizdan bemalol olib foydalansalar ham bo'ladi. To'g'rimi? Hozirgi kunda zakaz berilsa necha kunda tayyorlab berasiz? Endi hozirgi kunda aka, masalan 5 kampilik bundan bo'lsa 2 kunda bitadi. 10 kampilik bo'lsa 3 kunda bitadi. Bo'ldi. Bu turetskilarchi? Turetskilardan 5 kampilik bo'ladigan bo'lsa 5 kunda bitadi, 10 kampilik bo'lsa 6 kun, 7 kunda bitadi. Mana shu holat bitmagani bilan, lekin bu tomonda zakotovkalardan muammo yo'q. Shuning uchun bemalol zakaz qilaverasizlar. Orqa tomonlarda ham bor. Ishxonada bor zakaz. Ishxona orqa tomonda qolgan videolarda ko'rsatganmiz. Videomiz cho'zilib ketadi, shuning uchun ko'rsatmaymiz. Ko'rib o'tlang. Ukamizni telefon nomeri ekranga yozib qo'yamiz, bemalol bog'lanasizlar. Biz bera olmagan ma'lumotlarni o'zlari to'liq berib, yana qanaqangi yangiliklar bo'lgan bo'lsa, Telegramdan tashlab berishadi. Umidjon, kattakon rahmat, salomat bo'ling.